Yo'q. Yo'q. Amne barmoqcha. Ha. Amne tiqasa. Ha. Amne aylantirasa. 5 tasi parcha-parcha bo'lib ketadi. Ha, bu yoqdagilar ham parcha-parcha bo'lib o'tiradi. Endi bu yerdagi ustalar hammasi mana Sunnat aka bilan Abdulaziz akani juda yaxshi taniysizlar, menimcha, juda yaxshi taniysizlar. Sizlarga bir O'shalar uchun bitta qarsaklab bo'lmaydi. bugungi tadbir tashkilotchilariga qani guldiraz olqishinglar. Ha, qani. Balandroq. Endi tomoshani zo'ri Sunnat aka bilan Abdulaziz akani menda Tailandda bir zapal videosi bor. Zapal video. Hozir shuni katta ekranlarda qo'yib beraman sizga. Qani. Ketdan aka qo'rqib ketdi, bechora. Ketdi, ishonmadi. Hazil. Hammamiz bilamiz, davralarda duo qilinganda hamma o'ziga tegishli joyda amin deb qo'shiladi. Xuddi shu Royal Fest festivalining oxirgi davrasi, marhamat. Qani amin. Amin. Bu Royal Fest ishtirokchilari yildan-yilga ko'payaversin. Amin. Bu savdoyimiz yildan-yilga oshib, keyingi yil xudo xolasa 3 barobar, 4 barobar plandan oshiq bajarib tashlaylik. Amin. Bu mana Royal Masters degan programmani ishtirokchilari yildan-yilga 5 barobar, 10 barobar ko'payaversin. Amin. Ya Sunnat aka, siz amin deyormay, o'zingizdan bir harakat qiling azgina. Ya boyatdan beri amin deb qitqildingiz-ku. Mayli. Avvalambor barchalarni shu davrada ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun kun davomida barchalar bilan mazza qilib dam oldik, mazza qilib kulishdik, mazza qilib quvnadik, yayradik. Keyingi Royal Fest tanlovlarida ham barchalarni ko'rib qolishdan bag'oyatda shod bo'lamiz. Royalni tanlaganlar va Royalga ishonch bildirganlar uchun barchalarga kattakon rahmat. Sizlar bilan Akba Holding terma jamoasi bo'ldi.